Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan navbatdagi resept tayyorlaymiz. Mazali, osongina ajoyib mana shunaqa kichkinagina mayda kekischalar tayyorlaymiz. Bu kekischalarni piyolada tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Tuxumga shakar solamiz. Qatiq solamiz. Qatiq sal eskirgan bo'lsa ham bo'ladi. Bilinmaydi. Oddiy o'simlik yog'i solamiz. Qanchaligini har doimgidek video oxirida o'zbek tilida yozib qoldiraman. Mikserda oddiy bir tekisda bo'lishi uchun, ya'ni unaqa ko'p aylantirmaymiz. Bir 3-5 sekund bo'ladi. Aralashsa bo'ldi. Va elangan unni solamiz. Aziz obunachilarim, mana shu un solgandan keyin orada razıqlitel bilan ozgina vanilin qo'shgan edim, videoga tushmabdi. Shuni sovurasizlar va keyingi yarim unni solib, mana shunaqa holatga keltirib, bir xilda aralashtirib olasizlar. Suvi quyuqligi shunaqa bo'ladi. Bu soatga o'xshab chiqilayotgan men pechenma ovozi ahamiyat bermaysizlar. Mana endi uylarda, albatta o'zbek xonadonlarida piyolalar bo'ladi. Kattaroq piyolami shunaqa yoki kichkinaroq farqi yo'q. Xohlasanglar shunaqa chinni idishli krujkali bo'ladi. Masalan, stakanga o'xshagan oynali emas, faqat shishali mana shunaqa piyolani materialdan bo'lish kerak. Deydimi, chinni deydimi, shunaqada ham pishirsa bo'ladi. Mana shu yog'langan piyolalarga yarim solib chiqamiz. Mana shu holatda pechenma qizdirib qo'ydim. Albatta, har doimgidek 140 gradusga, keyin qo'ygandek ko'taraman. Xohishga ko'ra albatta ichiga cho'plardan tozalangan magizni keks ichiga solamiz. Ustiga yong'oq sepamiz. Magizni xamir ichiga qo'yamiz, chunki magiz qotib qolishi mumkin. Ustiga qo'ysak, ustiga yong'oq qo'yamiz. Magizni xamir ichiga qo'yib yuboramiz. O'shanda magiz yumshoqqina bo'ladi. Xohlasanglar mayda shokoladchalar solishingiz mumkin. Men yong'oq bilan magiz soldim. Albatta mana sovib oldik. Bu yarmi, yana yarmini pishirganman. Pilaga solib qizdirilgan pechga qo'yamiz. Mana pechni bir 10 daqiqa bo'ldi qo'yganimga, shunaqa isha boshladi. Pechga qo'yganimdan keyin albatta tok ko'tardim, ya'ni balandligini 150-160 gradusga ko'tardim. Mana orada yana sekin qizara boshladi. Bu yog'ini bu yoqqa aylantirib qo'ydim, yana qo'yib yubordim. Juda ham ajoyib pishirish, juda ham odamga yoqadi. Mana mazali do'mboqqina kekchalarimiz tayyor bo'ldi. Issiqligida sizlarga ko'rsatyapman. Albatta men tokli pechda pishiraman. Sizlar o'zingizlar duxovkalarga qarab pishirasizlar. Men 150-160 gradusda pishirgan bo'lsam, o'rtacha olovda pishirdim. Ya'ni 20-25 daqiqada pishib chiqdi. Ko'ryapsizlar, do'mboqqina bo'lib pishdi. Xohlasanglar shu retseptni keks qolipida pishirsanglar bo'ladi. Men piyolada pishirib ko'rdim. Ichlarini kesib, ochib ko'rsataman. Hozir issiqligida ko'rsatsam boshqacha bo'ladi. Shuning uchun har doim retseptlarimni issiqligida ko'rsataman. Mana yumshoqqina, lo'ppigina, balkim sizlar tayyorlab ko'rgandirsizlar. Men tez ko'p tayyorlab turaman. Bolajonlar maktablarga olib ketsa ham bo'ladi. Mana ichlari oppoqqina, yumshoqqina, mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Aytganimdek xohishga ko'ra sizlar mayda shokoladchalar solsanglar ham bo'ladi. Meni oldindan kuzatadigan obunachilarim bilishadi. Har doim retsept tayyorlaganimda bittalab tushuntiraman. Nima xatolik qilgan bo'lsam, qiyinchiliklar bo'lgan bo'lsa, lekin bu retseptimda juda ham mazza qilib tayyorladim. Osongina bo'lgani uchun kanalimga ham joylab qo'ydim. Mana sovigandan keyin buni ko'chirdim, osongina chiqdi. Aziz obunachilarim, qalbi go'zallarim, marhamat, tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlab ko'rib, albatta kommentariyada qanaqa chiqqanini yozib qoldiringlar. Albatta, har bitta tayyorlayotgan ne'matlarimizni kuch-quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.